Yusuf alayhisalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman. Chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuning uchun men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlatni shunaqa bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgan ish. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'qdi. To'pladi, kerakini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ngra ana shu qurg'oqchilikning 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar oziq-ovqat topishlikda qiylanishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrda vaziri kengchilik mahallida sotayotgan narxda sotyapti-kan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga olib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh o'rgatsa qanaqa ekan. Yusuf alayhisalom eski narxda berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, narxni ko'tarishib yormasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski narxda bitta kishiga bitta tuya ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Lekin nima bo'lardi? 15 ta tuyada ovqat olib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hiyla edi bu. Yusuf alayhisalomning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta aka borishdi. Kelganda Yusuf alayhisalomning oldiga kirishdi, tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yoshlarda tashlashib o'rgandi dedi. Faja ikhwatu Yusuf va dakhala alayhi farafahum va hum lahu munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qaydan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpiyonmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan inilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, ko'rdinglar, men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalari qo'shib olib kelmasanglar, demasizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demasizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari buday uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota" deyishdi. Bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir dedi. Buni yeb bo'lganimizdan keyin bizga yemoq-ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Shu bitta ukamiz bor deb qo'ydik, o'shini olib kelmaysizlar, keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib, ukamizni qo'shib bermasiz, bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishdi, lekin shart bor edi. Ana shu otanglarning oldida qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum alayhi akhihi min qabl, fallohu khayru hafiza va huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhisalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufga ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. 1 yil o'tdi. Yeydigan narsa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar hammanglar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 10 bittalar kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kiringlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga kirishi mumkin ko'z degan. 10 bitta kuch-quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi aka-ukalar kirib kelishligi ko'z tegishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhisalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhisalomda har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm, inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qala Allohu ala ma naqulu vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ughni ankum min Allohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa men hech narsa qila olmayman. Tutuni mawsiqan min Alloh. Alloh to'rtay qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti?
Ikki gapimizning biri bilamiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhisalom 11 ta uka keldi. Bir juftdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki olama xonada, sizlar ikki olama xullas 5 ta ukani, 10 ta ukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib borgandan keyin ukasini bag'riga bosib, men seni akangman dedi. Kelguncha Binyaminni ham urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga ozor berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hiyla qildi. Yusuf alayhisalom. Idishlariga budaylarni to'lg'izdi-da va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budayda o'lchaydigan bir cho'michini, jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun." "Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. "Nima yo'qotdinglar?" deb keluvdi. "Podshohning cho'michini yo'qotdik" dedi. "Kim topsa bir tuya taom mendan" dedi. "Men kafolatman" dedi. "Kafolatlayman" dedi. "Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgan kelganimiz yo'q" deshganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz?" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xohlamas Yusuf alayhisalom. Endi Yoqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan molda egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta aka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazoni Yoqub alayhisalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab kelib turib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi, endi qoladi bizda qul bo'ladi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akkalamiz qaytarib ukamiz dedi. Shunda yalinishni boshlashdi. "Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor." Unamadi. Zulm qilganmiz qolganlarga dedi. O'g'ilni o'qisa-yu, bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi. Chiqib ketishdi. Akalar aytishdiki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhisalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi ikkita xotinidan va 4 tasi ikkita cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka-uka edi. Aytishdiki, "Ya bu dedi o'g'irlik qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'irlik qilgan edi" deb Yusuf alayhisalomning o'g'irlik qilganligini Yusuf alayhisalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisalom yoshligida o'g'irlik qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib olgan bo'ladi o'g'irlab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda voda bor edi, o'zi o'g'irlik bo'lar deydi. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalu in yasriq faqat sarqa akhun lahum min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdiha lahum. Jahli chiqdi, lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytishdiki, "Ey ota" deydi, "Ota bolangiz o'g'irlik qildi" dedi. Biz g'aybga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima deganda Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir deyshgan edi. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deydi. Ya'ni inson o'zining yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yoqub alayhisalom Yusufdan ajragan yetmagandek, Yoqubdan Binyamindan ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. "Ey Yusuf" deb turib, Kazim, fahuva Kazim, yig'lab, Kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, "Sizlar noumid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor." Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-yilga kelib hech narsasi qolmaganda olib borgan. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishdida, vazir oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. "Ey Yusuf" deydi, "Vajina bi bidati muzjatin fa'fi lana al-kayla wa tasaddaq alayna innalloha yazil mutasaddiqin." Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi Yusufning oldida. Alloh taolo aytganda, "Hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi" dedi. Akalarini bundan ham paslashligini xolamadida, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun." Johil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasining o'rtasida qilgan ishlarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular "Qalu aynnaka anta Yusuf", sen Yusufmisan deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taoloning bergan fazli marhamati dedi. "Men Yusufman" dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa innahu man yattaqi va yasbir fa innalloha la yudhi'u ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh.
Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istifolarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otama borib yuziga tashlanglar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishligi bilan Yusuf alayhisalomning ko'ynagini hidini sezdi Yaqub alayhisalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynakni betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kunga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki: "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar la ra'aytuhum li sajidin." 12 yashar paytda aytdi otajon, 11 ta yulduzni, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi? Otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'biri shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. Va qad ahsani bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badw min ba'di an nazagha ash-shaytonu bayni va bayni ikhwati inna robbi latifun lima yasha innahu huval alimul hakim. Eng asosiy xulosa, taqvo qilib, sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makka da qolyotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishlikka Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi, Ishoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi, ikkalasining ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo Karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, po'ngchilardanman. Rasulullohdan so'rashdi: "Manil Karim?" Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim. Payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilish bo'lsa, Yusuf alayhisalomdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyatda Yusuf alayhisalom qissasi tugaydi. 101-oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ukangiz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Musa alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda Musa bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi, lekin iymon keltirib asrda shahid bo'lishdi, Shomda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman. Meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kerilmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasini nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa.
Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzajirul muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonimni olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va alhiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.